Isroil mudofaa vaziri Lamin Yamalni Falastin bayrog'ini ko'targani uchun tanqid qildi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Barselona futbolchisi Lamin Yamalni Ispaniya chempionligi paradi vaqtida Falastin bayrog'ini namoyish etgani uchun tanqid qilib, bu harakatni nafrat uyg'otish deb atadi. 13-may dushanba kuni Barselona ko'chalarida klubning La Ligadagi g'alabasiga bag'ishlangan tantanali parad bo'lib o'tdi. Mahalliy ma'murlarning ma'lumotiga ko'ra, tadbirda 750 mingga yaqin kishi ishtirok etgan. Tantanalar vaqtida 18 yoshli Lamin Yamal ochiq avtobus ustida Falastin bayrog'ini hirpiratgan. E'tiqodi musulmon bo'lgan futbolchi keyinchalik ushbu voqea aks etgan suratlarni o'zining Instagram sahifasiga ham joylashtirgan. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz o'zining X sahifasida futbolchining harakatiga nisbatan keskin fikr bildirdi. Lamin Yamal: askarlarimiz 7-oktyabr kuni yahudiylar bolalari, ayollari va qariyalarini vahshiylarcha qirg'in qilgan, zo'rlagan va yoqib yuborgan Hamas terrorchilik tashkilotiga qarshi kurashayotgan bir vaqtda Isroilga nisbatan nafrat uyg'otishni tanladi, deb yozdi Katz.